Assalomu alaykum. Navbatdagi misollarimizdan biri to'g'ri burchak. To'g'ri to'rtburchakning bir tomoni ikkinchi tomondan 2 marta qisqa va perimetri 36 metrga teng to'g'ri to'rtburchakning kichik tomonini toping degan savol berilyapti. Buning uchun biz to'g'ri to'rtburchakni tasvirlab olishimiz kerak. To'g'ri to'rtburchagimiz quyidagicha bo'lsin. Endi mana bu yergacha o'qiylik. To'g'ri to'rtburchakning bir tomoni ikkinchi tomondan 2 marta qisqa degan. Mana shu xulosa qilib aytadigan bo'lsak, agar biz buni 2x deb belgilasak, bu x bo'ladi. 2 marta qisqa bo'ladi. Yoki bir tomoni x bo'lsa, ikkinchi tomoni 2 marta katta bo'ladi. Mana shu masala. Endi davomini o'qiymiz. Perimetri 36 metrga teng. Perimetr masalasi qanday topilar edi? Perimetr shu x ga 2x qo'shib chiqqan natijani 2 ga ko'paytirsa perimetr bo'ladi. Shu perimetr 36 metrga teng. Qarshisidan ishlasa 3x, 2 ga ko'paytirsak 6x teng 36 degan xulosa qilamiz. X teng 6 bo'lib qoladi. To'g'ri to'rtburchakning kichik tomonini toping degan o'zi 6 x kichik tomoni 6. Katta tomonni toping desa, bet 6, bet 6 ni 2 ga ko'paytirib qo'yamiz, 12 ga teng bo'ladi. Bizda A javob to'g'ri bo'ladi shunda.